yaxshi o'zlashtirsanglar, shuncha tez daromadga chiqa olasizlar. Ayollar ham, erkaklar ham birday ishlasa bo'ladi. Logistikani sizlarga dehqoncha qilib tushuntiradigan bo'lsam, yuk mashinasiga bilasizlar, yuk kerak bo'ladi. Yukka bo'lsa, yuk mashinasi kerak bo'ladi. Ayni shu yuk mashinasiga yuk topib berib, yukka yuk mashinasini topib berib, o'rtada aloqachi bo'lganinglar uchun, aloqa o'rnatganinglar uchun, bir-birini topib berganinglar uchun sizlar bir kunda $10 dan boshlab chegarasi yo'q. Qancha bo'sh vaqtingiz ko'p bo'lsa, shuncha ko'p pul topa olasiz. Bemalol uyda o'tirgan holatda. Qayerdan topamiz u yukka, yuk mashinasini qayerdan topamiz deydiganlar bo'lsa, buni hammasini mana shu Telegram kanaliga o'tsanglar, 0 dan boshlab ikir-chikirigacha hech narsasini yashirmasdan o'rgatadigan kuratorni tavsiya qilyapman. Bular pulinglarni olib, uxlatib, cho'rniga solib ketadigan kurator emas. Ancha yillik tajribaga ega kuratorlardan bittasi. Bularni o'rgansanglar, aniq bilaman daromadga chiqa olasizlar. Uyda o'tirgan holatda mazza qilib daromad qilsanglar bo'ladi. To'lov qilganinglarga umuman afsuslamaysizlar. O'shaning uchun o'ylanib o'tirmasdan tezgina qo'shilib olinglar, kursida o'qib, 3 kun ichida daromadga chiqib olsanglar bo'ladi.